Qo'l ushlashib tushar ko'kda laylak qor, chechaklarni juftlab sochadi bahor. Men bunda zorman, sen bunda intizor, ikki vujuddagi qo'l ushlashib tushar ko'kda laylak qor, chechaklarni juftlab sochadi bahor. Men bunda zorman, sen bunda intizor, ikki vujuddagi Menga kattalar aytishgan edi, bolam, o'zingga shunday ayol tanlaginki, ertaga ishlaring yurishmay qolsa, yig'lab uyiga boradiganini emas, yig'lab Allohdan so'raydiganini tanla deyishgan. Shuning uchun qidirib yuribmiz shunaqasini. Bir gap bo'lar. Загадка и не гадай, ты куда мне не улетай. Вот, пора уже, не опоздаю. Halol bilan harom degan narsani farqiga boradigan odam biladi, to'shda ozgina harom aralashdimi, tegi tortib ketadi. Ya'ni ustiga 100 ming dollar qo'yib qo'ymaymanmi? 1 oy, 2 oy, kim biladi? Bugun bor, ertaga yo'q. Yoki naryoqda savol javob bo'ladi. Shuning uchun qo'pol qilib aytganda, qanaqa yurishidan qat'iy nazar, xuddi Yevropa hayotda yashayapsanmi, lekin to'g'ri yur degan tushunchada yuradigan bolaman. Ya'ni ko'rinishim 5 mahal namoz o'qiydigan bolaga o'xshamasa ham Xudodan qo'rqaman.